هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kehf tefsiri 100. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Kehf 100. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. O günde kafirlağa cehennemni aşkar köstümüz. Ulanın bu dünyadaki çağları da dillerinin közleri meni yad kılıştın perdelengen idi. Ulanın dillerini zulmet baskanlığı üçün kalamullah'ını anlaşka kadir emes idi. Kafirla meni koyup ben dillerimni ma'bud kılıvılışsa boludu dep oylamdı. Kafirla meni koyup ben dillerimni ma'bud kılıvılışsa boludu dep oylamdı. Biz cehennemni kafirlağa hakikaten menzilgah kılıp yarattık. Menzilgah kılıp tayarladık. Kıyamet günü cehennemnin kafirlağa aşkarı köstüldüğünlük. Allah Teala bu ayette kafirlağının cehennemge kiriştin burun onun içindeki azap ve kıyın kıstaklarını görüp baldırak gam endişigi çıksın dep kıyamet günü cehennemni ulağı aşkar köstüldüğünlükten haber verdi. İmam Müslim İbn Mes'ud'den Peygamber Aleyhisselam'ın mundak digenlikini rivayet kıldı. Kıyamet günü cehennem 70.000 ağamcısının her birini 70.000 perişti tutkan halda söylep gelindi. Ulanın bu dünyadaki çağları da dillerinin közleri meni yad kılıştın perdelengen idi. Yani ula hidayetini kubul kılıştın ve hakikatke ergiştin bihut ve kor idi. Allah Teala bu vakti mındak dedi. Kimi ki mehriban Allah'ını yad etiştin, yani Kur'an'dan yüz öğrediken, biz onunla şeytanını musallab kılımız, musallat kılımız. Şeytan onu vesves kılıdı. Şeytan onunla hemişe hemrah buldu. Ulanın dillerini zulmet baskanlığı üçün, kalamullah'ını anlaşka kadir emes idi. Yani ula Allah Teala'nın buyurgan ve toskan işlerini düşünelmeydi. Kafirla meni koyup ben dillerimni ma'bud kılıvılışsa boludu dep oylamdı. Yani ula ben dileni şundak kılışka erzidu ve uladım paydı kilidu dep oylaydı. İş ulanın guman kılgındek emes. Yani butları ulanın Allah aldıda izzet tepişlerinin sebebi bulalmaydı. Ulanın yani müşriklanın çokunuşu inkar kılıdı. Müşriklanın çokunuşunu inkar kılıdı. Ula yani müşrikla yani müşriklanın düşmanı aylındı. Şuna Allah Teala mındak dedi. Biz cehennemni kafirlağa hakikaten menzilgah kılıp tayarladık. Sizlerge emelleri cihetten en ziyan tatlıkçılarını eğitip bereylemi, ula hayatı dünyada kılgan emelleri yok çıkan ama özleri obdan iş kıldık dep oylagan ademlerdir. En şula Rabbinin ayetlerini ve onunla mulakat buluşunu inkar kılgan, neticede kılgan emelleri bekar bulup ketken kişilerdir. Kıyamet günü ulanı yani mundak kişilerini kılçı itibarga anmayımız.
kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Amallar jihatdan eng ziyon tortquchilar va ularning jazosining bayoni. İmam Buxoriy Amrdan Mus'abning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Said ibn Abu Waqqasdan sizlarga amallar jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi degan oyatda bayon qilingan ziyon tortquchilardan Haruriylar ko'z tutilamdi deb so'radim. Said ibn Abu Waqqas, yo'q, ular Yahudilar va Xristianlardir. Yahudilar Muhammad alayhisalomga iymon etmadi. Xristianlar bo'lsa jannatning borligiga ishonmadi. Ular jannatda tamoq va sharob yo'q dedi. Haruriylar bo'lsa Alloh taologa va'da berib bo'lgandan keyin va'dasini buzdi. Said radhiyallohu anhu ularni fasiq deb ataydi dedi. Ali ibn Abu Talib, Zahhak va boshqalar bu oyatda bayon qilingan kishilardan Haruriylar ko'z tutildi dedi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhuning demoqchi bo'lgani shuki, bu oyat xuddi Yahudi va Xristianlarni o'z ichiga olgandek, Haruriylarni o'z ichiga oladi. Bu oyat ya faqat Yahudi va Xristianlarga xos yoki Haruriylarga xos tushgan emas. Bu oyat amallar jihatdan eng ziyon tortquchi kishilarning hammasiga umumiydir. Chunki bu oyat Qur'on Yahudi va Xristianlar ustida to'xtalishdan va xavorijlar paydo bo'lib maydonga chiqishdan burun Makkada tushgan. Bu oyat o'zi xato yo'lda va qilgan ibodati qabul qilinmagan bo'lsa-mu, o'zini to'g'ri yo'lda va qilgan ibodati qabul qilindi deb o'ylab, Alloh taolo rozi bo'lmaydigan yo'llar bilan Alloh taologa ibodat qilgan hamma kishilarni o'z ichiga oladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: bu kunda nurg'un odamlar xor bo'lg'uchidir. Ular dunyoda gunoh qilg'uchilardir. Oxiratda jafo tortquchilardir. Ular harorati qattiq do'zaxga kirdi. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan to'zandek qilib etamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'q chiqaramiz. Kafirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rmaydi. U Allohning o'z amalining yenida kuzatib turg'uchi ekanligini bayqaydi. Alloh uning qilmishiga tegishli jazo beradi. Alloh tez hisob olg'uchidir. Alloh taolo bu oyatda mundaq dedi: sizlarga amallar jihatdan eng ziyon tortquchilarni aytib beraylikmi? Ondan bu kishilarning qanday kishilar ekanligini tafsili bayon qilib mundaq dedi: ular hayoti dunyoda qilgan amallari yo'q chiqqan, ya'ni ular xato ishlarni qilgan, amal ibodatlarni xato va Alloh taolo rozi bo'lmaydigan yo'llar bilan qilgan. Ammo o'zlari obdan ish qildik deb o'ylagan odamlardir. Ya'ni ular o'zlarini to'g'ri yo'l ustida va qilgan amal ibodatlarimiz qabul qilindi. Alloh taolo bizni yaxshi ko'rdi deb o'ylaydigan odamlardir. Ana shular Rabbining oyatlarini va uningga muloqot bo'lishni inkor qilgan. Ya'ni ular dunyoda Alloh taolaning oyatlarini, Alloh taolaning bor va birligini va uning payg'ambarlarining rostchil ekanligini bildiradigan pok hujjatlarni inkor qilgan va oxirat kuniga ishonmagan. Natijada qilgan amallar bekor bo'lib ketgan kishilardir. Qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilcha e'tiborga olmaymiz. Ya'ni biz ularning tarozilarini ig'ir qilmaymiz. Chunki ularning tarozilari yaxshilikdan quruqdir.
İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni qovul, semiz bir odam keladi-da, Alloh taolaning oldida pashining qanitchilikmi ig'irlikda o'ltirmaydi. Xohlasanglar Alloh taolaning qiyomat kuni ularni, ya'ni mundaq kishilarni qilchi e'tiborga olmaymiz degan oyatini o'qinglar dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Kafir bo'lganliklari, mening oyatlarimni va payg'ambarlarimni masxir qilganliklari uchun ularning jazosi jahannamdir. Ya'ni bizning ularga mushundaq jazoni berishimiz ularning kafir bo'lganligi, Alloh taolaning oyatlarini va uning payg'ambarlarini masxir qilganliklari uchundir. Ya'ni ular Alloh taolaning oyatlarini va uning payg'ambarlarini masxir qildi va ularni eng qattiq ravishda inkor qildi. Shubhisizki iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning manzilgohi Firdavs jannatlari bo'ladi. Ular Firdavs jannatlarida mangu qoladi. Uningdan yutkilishni xohlamaydi. Yaxshi mu'minlarning mukofoti. Alloh taolo bu oyatda Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan va payg'ambarlar ilib kelgan, haqiqatga ishongan baxtli kishilarga Firdavs jannatining borligidan xabar berdi. Abu Umama Firdavs jannati jannatning oliysidir dedi. Qatada Firdavs jannati jannatning yaxshisi, uning esli va oliysidir dedi. İbn Jarir Samuradan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Firdavs jannati jannatning yaxshisi, uning esli va oliysidir. İbn Jarir yana Qatadadan Anas ibn Malikning shundaq deganligini rivoyat qildi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Sizlar Alloh taoladan jannat so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar. Chunki Firdavs jannati jannatning eng oliysidir ve en eslidir. Cennetlerinin östenleri Firdavs cennetinden itilip çıkıdı. Ula Firdavs cennetlerinde mengü kalıdı. Onundan yötkilişini xalamaydı. Yani ula Firdavs cennetinde mengü kalıdı. O yerden başka yerge köçüp ketmeydi. Firdavs cennetinden başkasını tallamaydı ve xalamaydı. Bir yerde davamlıq turayvergan kişinin o yerden zirkip kelişi mümkün bolsa mu, bu ayette Firdavs cennetiga ularning ishtiyoqining borligiga ve ularning uni yaxshi ko'rdiganligiga ishorat bordir. Shunga Alloh taolo ular Firdavs jannatida mushundaq mangu turuqliq, yana ular Firdavs jannatidan boshqa yerga yutkilishni, ko'chishni va olmishni xohlamaydi deb xabar berdi. Aytqinki, Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyoh bo'lib ketsa, Rabbimning so'zlari tugimay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubodo yana shunchalik dengiz suyini keltirsakmi? Alloh taolaning so'zlarining tugimaydiganligi. Alloh taolo payg'ambariga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, agar dengiz suyi Alloh taolaning so'zlarini, hikmatlarini va uning bir va borligini bildiradigan alomatlarini yozadigan qalamga siyoh bo'lib bersa, bular yezilib bo'lmay turib, dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Ya'ni shunchalik dengiz suyidan bir nechisi keltirilgan taqdirdami, yanala bularni yozadigan qalamga siyoh bo'lib bergan dengizning suyi tugab ketib, Alloh taolaning so'zlari tugamaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: Agar yer yuzidagi daraxtlarning hammasi qalam bo'lgan, dengiz siyoh bo'lgan, uningga yana 7 dengizning siyosi qo'shilgan taqdirdami, Allohning so'zlarini yezib tugatgili bo'lmaydi.
Allah hakikaten g'olibdir. Hikmet bilen iş qilg'uchidir. Rabi' ibn Anas mundaq dedi. Barliq bandalarning bilimi Allah Teala'nın bilimi oldida xuddi bütün dengizlarning suyu oldida turgan bir tamchi suvg'ili o'xshaydi. La ilahe illalloh Muhammed Rasulullah. Allah Teala bu ayetini tushirdi. Aytqinki Rabbimning so'zlarini yezish uchun agar dengiz suyi siyo bo'lib ketsa, Rabbimning so'zlari tugmay turib dengiz suyi cho'qim tugab ketgan bo'ladi. Mubadi yana shunchalik dengiz suyi keltirsakmi? Yani mubada Allah Teala'nın sözlerini yezish uchun barliq dengiz suyi siyoh ve barliq daldaraklar qalem bo'lsa, Allah Teala'nın sözlerini yezib bo'lolmay qalamlar sunup ve dengiz suyu tugab ketadi. Yana Allah Teala'nın sözleri tugmay qilib qoladi. Onun sözlerini hiç narsa yezib tugatolmaydi. Çünkü hiç kim Allah Teala'nın qadrini mölçerleyemeydi. Ta ki Allah Teala özünü özü medhiylemegiçe hiç kim Allah Teala'nı onunla layık revişte medhiyeleyemeydi. Şek şüphesiz ki Rabbimiz özünü özü süpetlegendektir ve bizning süpetligen süpetlerimizden üstündür. Ahiretning nimetlerinin oldida dünyanın barliq nimetlerinin misali xuddi yerga tushib ketgan bir tal qichig'a o'xshashdir. Xuddi yerga tushib ketgan bir tal qichig'a o'xshashdir. Subhanalloh. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Manga vahiy qilinadi-ki, sizlarning ilohinglar yalğız bir ilahdır. Kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladigan, ya'ni savobni umid qilib azobdan qo'rqadigan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni shirik keltirmasin. Muhammed aleyhisselamның inson va payg'ambar ekanligining, Allah Teala'nın yalğız bir ilah ekanligining bayoni. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselamni Peygamber aleyhisselamның elib kelgan ulug' vazifasini inkar qilgan mushriklarga mundaq deyishga buyurdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqinki men faqat sizlarga o'xshash bir insonman. Yani kimiki meni yolg'onchi deb gumon qiladigan, u men elib kelgan narsaning o'xshishini keltirib baqsin. Çünkü Allah Teala bana bildirmegen bolsa, men sizlarga xabar bergan, sizlar menden so'rgan, o'tmishda bo'lgan, önkirga kirib olgan yigitlarning qissasini va Zulqarnaynning qissasini amaliyatga uygun holda bayon qilishni bilmaydim. Men sizlarga mundaq deb xabar beraman. Manga vahiy qilinadi-ki, sizlarning ilahinglar yalğız bir ilahdır. Yani men sizlarni ibodat qilishga chaqirgan ilah bo'lsa, shirki yo'q bir ilahdır. Kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladigan, ya'ni savobni umid qilib azobdan qo'rqadigan yaxshi ish qilsin. Ya'ni Allah Teala'ning shariatiga uygun keladigan ishlarni qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni shirik keltirmasin. Ya'ni mushunda qilgandala shirki yo'q, yalğız Allah Teala'ning roziligi izlangan bo'ladi. İbadetning Allah Teala'ga xolis bo'lishi va payg'ambar alayhissalomning shariatiga uygun bo'lishidan iborat. Bu ikki ish bo'lsa, qilingan amal ibodatlarning qabul qilinishi uchun ikki asosdir. Yani mushunda qilgandila shirki yo'q, yalğız Allah Teala'ning roziligi izlangan bo'ladi. İbadetning Allah Teala'ga xolis bo'lishi va payg'ambar alayhissalomning shariatiga uygun bo'lishidan iborat bu ikki ish bo'lsa,
qılingan amal ibadetlerinin qabul qilinishi uchun ikki asosdir. İmam Ahmad Mahmud ibn Lubaydning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom: "Men sizlar uchun eng ansiraydigan ish kichik shirkdir" dedi. Sahabeler: "Ey Alloh taolaning payg'ambari, kichik shirk degan nima?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Kichik shirk bo'lsa riyodir. Alloh taolo qiyomat kuni hamma kishilarning amal ibodatlariga mukofot bergan vaqtida riyo qilganlarga sizlar dunyoda amalinglarni riyo qilib ko'ziga ko'rsatgan kishilarning sizlar dunyoda amalinglarni riyo qilib ko'ziga ko'rsatgan kishilarning qishig'i beringlar. Ularning qishillarida sizlarga bagidek mukofot bormikin qarab biqinglar" dedi. İmam Ahmad Ansariylik Abu Sa'id ibn Abu Fuzayla radıyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo shak yo'q bo'lgan kun qiyomat kuniga ilgarikilarni va keyingilarni to'plagan chaqda biri kimiki Alloh taolo uchun qilgan amal ibodatlarida boshqasini shirk qilgan bo'lsa, u mukofotini Alloh taoloning boshqasidan so'rasin. Alloh taoloning boshqasidan so'rasin. Chunki Alloh taolo shirkchilikdan behojatdir deb vaqiraydi. Bu hadisni Tirmiziy va Ibn Majah rivoyat qilgan. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Kehf tefsirinin 110. ayetiqcha okuduk. Şunun bilen Kehf suresinin tefsiri tügidi. Allah Teala'ga minglarcha hamd sana ve şükürler olsun. Kelar qitimliq o'qishimizda Maryam suresinin 1. ayetinden başlap anlaysizlar inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.